Assalomu alaykum barchaga, hurmatli gul ishqibozlari. Bugun 2026-yil 3-iyun holatida turibmiz. Biz mana bunday xrizantemalarda Globus multiflora ekib qo'yganmiz avvalroq. Shularni bir ko'rsatayin deyapman sizlarga, do'stlar. Mana shunday kapelli sistema qilib ekkanmiz. Holatlari mana juda chiroyli, kosadan kattaroq holat bo'ldi. Bu yerda do'stlar har xil ranglarimiz bor. Bu tarafda chopish ishlari ketyapti. Mana navlar esa koreyskiy navlar. Ko'paytirishga bir qator bir joydan topib ekib qo'ydim. Xullas bu yerda yaqin 12 xil rang bor, 12-13 xil rang bor. Ko'rib turganlaringdek. Bu maydonga o'tgan yil pomidor ekkandim. Pomidor ham yaxshi bo'ldi desa ham bo'ladi. Uncha zo'r emas. Xudo xolasa endi bu yil gulni astoydil qaraymiz. Kimga do'stlar mana shunday gullar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Niholchasini ham beramiz. Ko'chatini ham beramiz, stakanlar. Hozir rasa vaqti ekish. Bug'doydan keyin eksa ham bo'ladi. Bug'doylar o'rilishni boshladi. Mana shunday bosib tashanglar. O'tgan yili ham yetkazolmaganmiz ochilgan gullarni do'stlar. Hozir yana bir variantini ko'rsataman. Nimalar qilayotganimizni. Do'stlar mana shu maydonga bu yerda gullar bo'lgan, Petunia, salvia, shafron. Hali ham 3-partiya gullarimiz ozgina qoldi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar, nomerimni yozib qoldiraman do'stlar. Xo'p, bu yerda ko'rsatishimdan maqsad biz mana bunday xrizantemalar ko'chatini stakanlarga ekyapmiz do'stlar. 15 lik stakanlarga. Maydoni yo'q, ekin maydoni yo'q insonlar mana shunday qilsalaring ham bo'laveradi do'stlar. Chiroyli narxda olaveradi. Bu hozir sal o'sgan ko'chat. Mana shu yerda kesib qo'yamiz. Juda chiroyli bo'lib, dumaloq kompaktli bo'ladi do'stlar. Hozir solinish, ekilish jarayonini ham ko'rsataman. Shu yerlarga hammasiga teramiz do'stlar. Bu teplitsa, nariga teplitsalarga teramiz. Kataran tuslarimiz bor do'stlar, ochildi. Qizili, oqi. Gultoji xo'roz piramida, Gultoji xo'roz mana bunday Jizzaxdan kelgan Gulbahor opa jo'natgan. Zo'r sotilyapti shu, oz qoldi. Urug'ini jo'natishgan edi. Mana do'stlar ekilish jarayoni. Mana bunday chirindilar tayyorlab oldik. Chirindimizga keladigan bo'lsak, 50 ga 50 ga bo'laveradi. Bizdagi 60 ga 40, 60% chirindi, 40% turpoq bo'ldi. Xo'p. Bitta oq, bitta qizil, bitta oq, bitta sariq. Bitta oq, bitta malina bo'lyapti ranglari. Bitta tuvakda shunda 2 xil rang yoki 3 xil rang bo'ladi. O'g'lopa bitta solinchi. Uzun ko'chatni ildiz tarafiga turpoq solinmaydi. Keyin kesib qo'yamiz uzun ko'chatlarda. Kesilganini yana qalamcha qilib qo'yamiz. Har taraflama foyda ekan-da, o'g'lopa. Tayyor. Mana shu holat. Bittadan eksalaring ham bo'ladi. Qaysidir yili bittadan ekkanmiz. Bunda ham chiroyli bo'lgan. Futbol to'piday bo'lib shakl bergan. Mana shunday ko'chatlar kerak bo'lsa, do'stlar aloqaga chiqarasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.